Assalomu alaykum meni aziz obunachilarim. Bugun 25-mart. Oradan mana 5 kun o'tdi. Quyonlarimiz alhamdulillah ko'z tegmasin, mashalloh qornlari to'ygan. Mana arpalarini yeb, suvlarini ichib, rohatlanib o'tirishibdi alhamdulillah yotib. Mana bu hikol parodasiga mansub quyonlarimiz. Va Alijon aka menga tavsiya qilganlar va Kaliforniya quyonlarimiz, Kaliforniya paroda quyonlarimiz. Mana alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Xohlasa bularni ko'paytirib, go'sht sohasiga inshaalloh bulardan nasib bo'lsa go'sht, sotish bo'lsa sotish, bolachalarni nasib bo'lsa kim tavsiya olaman desa inshaalloh shunga qarab tavsiya qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like, podpiskalarni ayamanglar. Meni azizlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.